Turkiya dunyo miqyosidagi imkoniyatlar mamlakati. O'qish, davolanish, investitsiyalar. Lekin qanday to'g'ri tanlash kerak? Katta orzular aniq qarorlarni talab qiladi. Bizni mijozlarimiz bir xil savollar bilan bizga murojaat qiladi. Qanday o'qishga kirish mumkin? Qanday davolanish mumkin? Qanday xavfsiz investitsiya qilish kerak? Yuqori stavkalarda xatolik qimmatga tushadi. Turkiya universitetlariga kirish qiyin emas, agar mutaxassislar yordam bersa. Bizning turk hamkorlarimiz hujjatlarni rasmiylashtirish, ariza topshirish, studentlik vizasi va o'qishni ishonchli boshlashda sizga yordam beradi. O'qishga kirish oson, to'g'ri kirish muhim. Biz faqat ishonchli turk klinikalari bilan hamkorlik qilamiz. U yerda aniq tashxis va zamonaviy davolash har bir bemor uchun professional tarzda amalga oshiriladi. Davolanish to'g'ri qarordan boshlanadi. Bizning ko'chmas mulk bo'yicha hamkorlarimiz obyektlarni topishga va tanlashga, ularni tekshiruvdan o'tkazishga, shuningdek, bitimlarni to'liq, xavfsiz, qonuniy va professional tarzda yakunlashga ko'maklashadilar. Ko'chmas mulk bu kapital, unga to'g'ri investitsiya qilish esa muhim. Biz faqat ishonchli turk kompaniyalari bilan ishlaydigan rasmiy reklama agentligimiz. O'z vaqtini va boshqalar vaqtini qadrlaydiganlar bizga murojaat qilganlar. Bekorchi gaplar emas, faqat haqiqiy talablarga ko'ra haqiqiy yechimlar va haqiqiy natijalar. Ishonchlilik yoningizda ishonchli kishilar bo'lganda boshlanadi. O'qish, davolanish, investitsiyalar. Turkiyada to'g'ri qaror qabul qilishda biz sizga ishonchli yordamchimiz.